Xullas, birinchi parkka boramiz, keyin diskoteka. Qoch, jim. Hamma yig'ildimi? Yig'ildik ustoz, birinchi nimadan boshlaymiz? Shahlan shishirib, xonani bezatibmi? Birinchimi? Hamma yig'ilgan bo'lsa bilaman. Hammangda puling bor. Birinchi bo'lib remont pulini yig'amiz. Ber. Yellama, ber. Qizlar bilan qachon kesib. Qalaysizlar? Umidmi? O, qayerga o'tdimi? Boshdan qayerda olding? Arendaga oldim, chiqinglar aylanamiz. Ilma yoqqa. Qo'y teginma. Ha, nima deysan? Shunga pechat bilan qo'l qo'yib bering. Nimaga? Uydagilarim kelganda-da. Asal mana maktabni ham tugatyapmiz. Mani uydagilarim armiyaga yuborishyapti. Armiyadan kelgandan keyin o'qishga kirishim kerak. 5 yil kutasanmi meni? Javlon aka, uydagilarim o'qiysan deyapti. Shuni o'qigim kelmayapti. Shunga siz nima deysiz? Qolasanmi yo biz bilan ketasanmi? Endi davramizga bitiruvchilarimizni taklif qilamiz. Marhamat. Endi bitiruvchilarimiz davramizga taklif qilamiz. Qan? Ustoz, shotamiz biza. Shotamiz. Bayram tugadi, hammang to'g'ri uyingga ket, tushundingmi? O'zi shundan desam uyga ketamiz, hamma pulimizni remontga yig'ib oldingiz-ku. Remont deganlarga 5-uyindan remont. Hammang ke remont qilasan. Ham remontga pul berib, remontni ham o'zimiz qilar ekanmiz-da. Hali shahodatnomalar menda turibdi. Hatto oluvding o'zi mashinani. Arendaga oluvdim. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz emas, nima qilasan?